O'zbekistonda go'sht iste'mol qilayotgan barcha fuqarolar diqqat qiling, hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Go'sht dunyoda eng ko'p iste'mol qilinadigan oqsil manbalaridan biri bo'lib qolmoqda. Biroq go'sht turlariga bo'lgan talab mamlakatlar kesimida sezilarli farq qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti aholi jon boshiga go'sht iste'moli eng yuqori bo'lgan davlatlar reytingini e'lon qildi. Mol go'shtini iste'mol qilish bo'yicha birinchi 5 talikni Argentina, Zimbabve, Isroil, Braziliya egallagan. Markaziy Osiyo davlatlarida esa O'zbekiston yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinlarda Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston turibdi deyilgan xabarda.